Hello YouTube ahli, sizlar bilan yana men o'sha Rafael. Bugun video judayam antiqa bo'ladi. Ya'ni men har o'lganim sari bittadan minus jon yo'qotib boraman. Bugun videodagi maqsadim esa shunchaki Netherga kirish. Nima deb o'ylaysizlar? Men jonim qolib Netherga kirishga ulguramanmikin yoki 10 ta jonni 10 tasi ham ketib tamom bo'lib qolamanmi? Xullas, buni hali vaqt hal qiladi. Unda o'yinni boshladik do'stlar. Birinchi daraxt kavlashdan boshlayman. Daraxt chopishdan boshlayman. Daraxt kavlamaydi-ku. Xo'p. Zum. Xo'p. Har safar o'lganimda jonim kamaya boshlaydi. Hozircha bitta ham o'lganim yo'q. Hali ham bitta jonim ketgani yo'q. Ya'ni 10 taligicha turibdi. Hali oldinda bizni nimalar kutayotganini hali hech kim ham bilmaydi. Qiziq, versiya nega 1.16-versiyadagidek g'alati ko'rinyapti? Umuman olganda unchalik g'alati ham emas, normal, chiroyli, faqat sal o'zgartirish kerak. Mayli. Hop. Daraxtlar ham, atmosfera ham 1.16-versiyaga o'xshaydi. Aslida esa 1.20-versiya. Qo'y chopib olamiz, qo'y. Xo'p, menga qo'y kerak. Daraxt chopaman. Daraxt, xo'p. Bu qo'ydan olib ketay, xarakter. Lekin bolasi bor ekan. Lekin bu bolalari oq-ku, demak buni otasi emas yoki onasi emas. Demak bemalol chopsam bo'ladi. Xo'p, endi nima qilishim kerak? Menga g'or kerak. Aynan kutilganidek. Endi esa tosh qazishim kerak, tosh. Nechta bo'lishidan qat'iy nazar tosh ko'proq kerak. Ana tosh davriga ham keldik. Xo'p, menga hali ko'proq tosh kerak. Ko'proq tosh o'zi kerak emas, lekin mabodo kerak bo'lib qolsa-da, endi tosh aslaqalarga o'tadigan vaqt ham keldi. Xo'p, chuqurligini. U yerda suv ham bor ekan. Tagi ko'rinmayapti, tuman. Xo'p, bu yerda suv ham bor ekan, demak bizni sakrash imkonimiz bor. Shunday ekan, tavakkal qilsam ham bo'ladi. Chinorsan tosh tushib ketdi. Hech qisi yo'q. Oxirgacha chopaman, oxirgacha. Aytguncha ko'rishga sinib qoldi-ku, chinorsan. Xo'p, yana bitta yasab olaman, hech qisi yo'q. Yangilash. Xo'p. Ana endi to'laqonli toshli narsalarga o'tib oldim. Aytguncha e'tibor bermayman. Yana bir marta bitta chopsam o'zi tamom ekanman-da. Agar tagimda suv bo'lmasa, bittani bilib qolaman-da, shu bitta qolganligini. Xo'p. Endi nima qilib ko'ray? Joy ochdim. Endi mana bu sakrash tavakkal qilib ko'raman, chunki anaqa suv bor ekan. Agar olmadi, bo'ldi, tamomman. Chinorsan, shu yerda sakrash kerakmidi? Mana bitta jonim ketdi. Ana endi 9 ta bo'lib qoldi. 10 ta edi. Ana endi ehtiyot bo'lishimiz kerak. Jonimni tejashim kerak. Ya'ni iloji boricha kamroq olishim kerak. O'zimga plus bo'lishi uchun. Xo'p. Shu yerga endi bekor o'limman-da. Endi u yerga juda ham ko'p temir bo'lishi mumkin edi. Temir olardim, paqir yasardim, lava topardim. Va oxiriy portalni ochardim va ketardim. Va bugungi maqsadim amalga oshardi. Lekin hali hammasi oldinda, hali 9 ta jonim qoldi. Hali hech narsa qilganim yo'q, hattoki temir ham topganim yo'q. Bu yerda ham g'or bor, yaxshi. Bu yerda ham temir bo'lsa edi, yaxshiroq bo'lardi. Xo'p, daraxt ustiga sakrash kerak. Daraxtni chopish kerak. Foydali tushdimi? Bu yerda ko'mir ham bor ekan. Bu yerdan chinorsan. Xo'p. Ko'mirni hammasini bitta qoldirmay kavlashimiz kerak. Sham yasashga kerak bo'lishi mumkin yoki temirlarni eritishga asosan kerak. Xo'p, pastga tushib ko'raman. Juda ham qolgan. Temir bor ekan, yaxshi.
Chinursin, mana bu endi jonga tegdi mana bu skelet. Hali bir marta, 2 marta, 3 marta otgan bo'lsa ham jonga tegdi o'sha. Sham kerak menga, sham. Endi kichkina bo'lsam ba'zacha qilib olaman. Ana garan ketgandan keyin temirni olib olaman. O'ziroq qorinni to'ydirish kerak. Xom bo'lsa-da hech qisi yo'q. Pechga yasab olgandan keyin olaman. Isitib olaman. Mana shu yerda turibdi u hali ham. Otda deb o'ylabman o'zimga. Qo'rqib ketibman. Ana hali ham shu yerga turibdi u masxaraboz. Unda asta sekinlik bilan mana shu temirni olishga harakat qilaman. Chunki bu temir juda ham kerak. Hattoki bitta yo'q, bitta emas. Juda ham ko'p. Aytganimdek. Zo'r. Hattoki 6 ta. Bu degani kirka ham yasashga ulguraman. Kirka va paqir. Vau, tagida yo'qmi? Yo'q. O'tmayapti, normalniy. Chinursin yana boshladi shu qilig'ini. Yashirinamiz. Effekt oldim do'stlar, sizlar ko'rishlaring uchun, yorug' bo'lishi uchun. Chinursin u hali ham shu yerda. Undan endi qanday qilib o'tib ketaman? Juda ham xavfli tavakkal qilish. Yo'q, hali ozroq kutish vaqtim bor, chunki bir ikkita narsani eritib olishim kerak. Ungacha ham ketsa kerak, qari yolmog'iz kampir. It boqib olsam edi, qo'rqardim endi. Voy. Yo'q, o'zim o'ldira olaman, lekin bu tavakkal qilish juda ham xavfli. Shunday ekan, tavakkal qilmayman. Temirlarni eritishni kutaman. A few moments later. Va temirlar ham erib bo'ldi. Menimcha, bo'ldi, narsalarni yasab olishim kerak. Kirka birinchi navbatda, ikkinchi navbatda paqir. Paqirni yasab bo'lgach, buni olib ketaman. Xo'p. Bu kerak emas, kerak emas. Xo'p, endi nima qilaman? Tashqariga chiqib ketaman. Yo'q. Tashqariga chiqish hali erta. Mana bu yon atroflarda balki nimadir bordir, balki ko'proq temir bordir. Ya'ni armor yasash uchun, temir asliga, temir odam bo'lish uchun desam ham bo'ladi. Bu yerda bitta temir bor ekan. Lekin orqasida ham bordir, bilmayman. Chinursin yo'q ekan. Balki bordir pastroqqa. Bo'ldi, yo'q. Bo'ldi. Mayli, endi bu toshlarni olib olish kerak. Shuncha kavladi meni. Balki pastroqqa ham tusharman. Mana bu ko'mirni olishim kerak. Ana zombi. Mana bu yerga ko'proq temir bor. Zombilar, kelinglar. Bitta. Mana shunday maxluqlar ovchisi bo'libman men, dahshat. Mana bu yerga nima bor ekan? Ozgina qoldi. Mana water drop ham qildik. O'zi aynan water suv o'zi qo'yilganda. Zombilar juda ham yaqin kelib qoldi. Juda ham yaqin ekan. Xo'p, uramiz. Hali bilmayman men. O'zi o'laman. Aniq o'laman. Tamom. Mana bitta jonim ham ketdi. Tamom bo'ldi. Endi kamroq jon bilan o'ynayman. Chinursin. Yana qancha o'lar ekan mana? Nima deb o'ylaysizlar? Men bora olamanmi nezirgacha? Yoki yutqizamanmi? Bu yerda g'or bor ekanmi yoki oddiy suv? Yo'q, oddiy suv. G'or emas. Xo'p. Endi esa kayfiyatni tushirmaymiz va olg'a qadam bosamiz. Bu yerda deyarli hech narsa yo'q. Deyarli hammasi hech narsa yo'q. Kimdir o'tdi. Qochish kerak. Juda ham kam jonim qoldi. 2,5 ta. Bu juda ham kam degani.
Bu yerda esa creeperni bemalol yo'q qila olamiz. Ay, ozroq uzoqroq borishim kerak edi menimcha. Xo'p, qumni olamiz-da, chunki kerak bo'lib qoladi. Va iloji boricha qochamiz, chunki kechishda o'tkazib olishim kerak biror nima qilib. Mana bu suv juda ham kerak menga. Oy, jin ursin. Bitta jonim qoldi va mana bu pakanatcha juda ham tez. Menda ham tez u. Bu yerdan kamonchi. Bu yerdan zombi va tiqilib qoldim va ketish kerak bo'ldi. Bo'ldi. Yana kamonchi. G'or, bu yerda jo'ka tuzoq. Menimcha dalaga chiqdim va bu yerda yana zombi, yana skelet. Tirik qolalarmikan men? Yana bitta jonimni ayrilaman keyin. Xo'p, ana u pakanachi kelyaptimi, yo'qmi? Ha, kattasi kelyapti hozircha, lekin pakanachisi yo'q hali. Ikkita tuxum bor ekan. Xo'p, menimcha kela olmaydi hech kim. Keldi. Bu yomon ekan-ku bu. Oxirgacha kelar ekan, xuddi reyderlarga o'xshab. Hozir baxtken, ana endi nima qilasan, talpa bo'ki? Nima qilasan endi, ha? Nima qilasan? Borini talpayni olib kel. Hammasiga javob. Bu o'lmas ekan-ku bu narsaga. Balki buni ham yondirish kerakdir-a? Mana uni chopaychi. Qo'yish berdi. Ish berdi yigitlar, juda ham zo'r. Bu mayda chudani chopdim, yaxshi. Mana bu katta eshakni yo'qotish kerak. Ha, bo'ldi. Menimcha qutuldim. Hali ham bitta jonim bor. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Shu jonimni hozir kimdir kelib o'ldiradimi meni? Mana uni olish kerak aytgan jonni to'ldirish uchun. Ukog'or, mana u ham katta bo'lib ketdi. Bu men olmadim-da. O'ynashmanglar men bilan. Qani pechkani qo'yaychi. Ham ikkita tuxumim bor ekan. Yo'q, ikkita ana tug'ib ketgan. Hech qisi yo'q. Ana shu tuxumni bir sinab ko'raymikin. Mana olaman. Mayli, mana shu tuxumni olaychi. Hech qanaqa narsa chiqqani yo'q. Xo'p. Go'sht bilan ta'minlandim, xo'p, bo'ldi. Kerakli narsalarni oldim. Mana daraxtni ham olishim kerak. Har ehtimolga qarshi. Juda ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Ayniqsa agar gugurt topa olmasam. Nega unday deyapman, bilasizlarmi? Chunki shag'al topish muammo bo'lishi mumkin. Nimaga bu chap qo'liga o'tib qoldi? Uni qo'lga qo'yamiz qaytib. Xo'p. Mana bu Alex skini yoqmayapti menga. O'zimning skinim yaxshi edi. Va bunga o'rnatish qanday ekanligini bilmayman. Hech qisi yo'q, mayli. Qanday skin bo'lsa ham muhimi video qiziq, to'g'rimi? Mana qo'ylarni hammasini birin-ketin chopamiz. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi va bo'ldi. Boshqa yo'q. Xo'p, hammasini chopib bo'lgan bo'lsa, menda esa lava qidirishga o'taman. Mana bu qovot biroz jonga tegib ketdi. Yoki yana qo'y chopamikin. Demak, mana bu yerda juda ham ko'p. Bu ayni muddo, lekin menga hozircha qo'y kerak emas. To'g'ri. Mana bu qovonni to'g'irlash kerak. Bo'lmasa jonga tegadi. Havo endi ochiq, yaxshi. Mana bilan o'ldirib olay, kerak bo'lishi mumkin. Yo'q, ayni kerak emas. Xo'p, endi menga aytguncha menga yotoq kerak, aytguncha yotoq. Mabodo o'lib qoladigan bo'lsa, mana shu joyni topishim uchun. Bu joy endi yo'limni yo'qotmasligim uchun-da, endi to'g'ri kelyapman-ku, lava qidirishim kerak men. Xo'p, bo'ldi, mana daraxt oxiriga tushaman va versakda qo'yaman va divonni, ya'ni yotoqni yasab olaman va olg'at, zo'r. Hammasi joyida, yasab oldim. Xo'p. Parkur. Bu yerda yong'in bo'lyapti. Hech qisi yo'q. Yonsa yonaversam, keyinroq qaytib kelarman. Bu yerga divan checkpoint qo'yib qo'yishim kerak.
checkpoint qo'yib qo'yaman va biroz aylanib kelaman. Lava topishim kerak. Lava. Qana? Buzilgan portal kerak emas menga ro'tsa ham. Kech ham chiqib qoldi. Ha, menga buzilgan portalni o'rniga lava juda ham ayni muddo, chunki paqir bilan yasab olsam ham bo'ladi. Juda ham zo'r reja. Buni o'ldirib olaman. U yerda g'or. Bu yerda kavak, bu yerda g'or. Xullas, kech bo'lyaptimi, ertalab bo'lyaptimi? Tong bo'lyaptimi, kech bo'lyaptimi? Juda ham g'alati. Ha, bo'ldi. Oyga qaraymiz, bo'ldi. Hammasi tushunarli, kech bo'lgan ekan. Mana bu qo'yni ham yo'q qilamiz. Xullas, biroz aylanamiz. Shu yo'limda lava chiqib qolsa edi, yaxshi bo'lardi. Yana qo'y. Lekin bu qo'ylar menga nimaga kerak, bilmayman. To'g'ri ovqatga kerak. Albatta, hammasi yaxshi. Aytguncha bu yerda biz och qolib olyapmiz va tezligimiz ham pasaydi. Voy jinursin, yarimta jon, hozir aniq o'lib ketaman. Mana bu bilardim. Shunday bo'lishini aniq bilardim. Bunga hech qanday shubha ham yo'q edi. Jonim halam o'nta bo'ldi. Yana ketdi jonim. Jonim ketdi. Endi esa 7 tagina jonim qoldi, 7 ta. Bu yerda aytguncha olov bordi. Demak, olov anglatadiki, lava esa maqsadimiz amalga oshganligini bildiradi, do'stlar. Bu olov tezroq o'chirish kerak. Buni sindirib olay. Bo'ldi, tamom. Xo'p. Endi esa bu yerga bir joy qurib olishim kerak. Endi maqsadim amalga oshdi. Jennerson, mana bu skeletni ham daraxt orqasiga yashirinib olaman. Baribir keldi. Lavaga itar, lavaga. Ha, yaxshi. Nega itarilmaysan, Jennerson? Burchakkami? Kim birinchi? Davay. Men birinchi. Voy. Men zo'rman. Hop. Lava yetarmikin? Bir savol bor. Menimcha 100% lik ehtimol bilan yetadi. Mana qurib ham bo'ldim. Endi uni qanday yoqaman? Juda ham o'ylantiradigan savol. Menimcha buni orqasiga olib qo'yaman-da va bitta texnika bu. Mana shu lavani obsidian ustiga bitta taxta qo'yib, lavani shu taxtani oldiga qo'ysam, demak yonadi. Keyin obsidian ishlab yetadi, shundaymi? Undan ko'ra men boyagi daryoni oldiga borib, suvni oldiga borib, bitta birikdan unaqa shag'al topsam, mana tagakras. Endi tushishini kutishim kerak. Va tushdi do'stlar va uyga ham qaytaman. Uyga emas, aynan uning yoniga. Xo'p. Bu muammo bo'lmadi. Men shunday qilsam yaxshiroq edi o'zi. Mana olib tashlaymanki, yo'q, normal. Bu orqasi ko'rinmaydi-ku, bekor. Xo'p, mana bu gugurtni quramiz. Va bizning maqsadimizga ham erishdik. Yaqindan shunday ko'rinyapti, uzoqdan esa bunday. Yaxshi, endi kiramiz. Qani do'stlar, biz deyarli maqsadimizga erishdik va nihoyat biz o'sha ko'p kutilgan joydamiz. Ya'ni mana shu Nether deydimi, o'sha joyga keldim. Hamma joy zo'r. Xullas do'stlar, men bugungi challenge-da juda ham ajoyib qoyil qilib bajardim. Juda ham kam o'ldim desam ham bo'ladi, lekin albatta kulgili. Xo'p, do'stlar, unda kanalga obuna bo'ling agar video sizlarga yoqqan bo'lsa va sizlarga qandaydir kanalaringga challenge kelgan bo'lsa, albatta kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Bu tamommi? Xo'p, agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'linglar va albatta videoga like bosishni hech qachon unutmanglar. Kommentariyalarda o'zlaringni challenge'laringni yozib qoldirishni unutmanglar. Xayr, salomat bo'linglar.